Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar yana bir bor. Bizning KFC'larimiz pishdi. Va unga boya aytganimdek sous yo'q degandim. Sousini ham bir pasta qilib tashladim. Tarararam. Mana bizning KFC'larimiz. Bu filedan qilingan. Bunimiz qanotdan qilingan. Bu yog'iga mana souslarimiz va kompot. Endi hozir bittasini yeb sizlarga degustatsiya qilib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Souslarga ahamiyat bermaymiz chunki yusupskiy pomidordan qilindi-da. Bismillahirrohmanirrohim. Sos bilan borku, вообще ajoyib. Chesnok, ukrop va pomidor. Achchiq, bu ham achchiq. Mazza. Bu yoqda bu qizim. Bu yoqda bu qizim. Bizda kompot. Kompot. Bismillahirrohmanirrohim. Moshinchangga bitta qiz o'tirg'izsan. O'sha bilan yil hisobi barobar chiqmaydi. Mazza. Agar o'tirg'izmasam, Bunaqa KFC yemaganman, endi faqat o'zim pishiraman. Qozonni o'chog'i oldida asosan yeb oldim-da. Bu yoqqa kelib sousini ham qildim. Uyga kirib kuxnyada souslari. sochlari jingalak sari. Tushunsanmi? Ko'rdingmi shart ushla. Pulimni bermadi. Lekin cho'ntakdagi Qishki kompot. Bugun ochdik. Hammaga e'tibor uchun rahmat. KFC'ni uyda pishirib ko'rishinglarni tavsiya qilardim. Bozornikidan mazali bo'lar ekan. Odamlarim shunisi yo'q. Mana mani bolachalarim Odamlarim xafa bo'ladi. kompot quyapti. Va televizor ko'rib o'tiribmiz. Bu yoqda KFC'lar. Hammaga rahmat.